Amerika Tashqi ishlar ministrligi tarafidan har yili e'lon qilinadigan va har bir davlatning vaziyati tafsili tahlil qilingan diniy e'tiqod erkinligi doklati ministr Pompeo qatnashgan yig'inda e'lon qilindi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo e'lon qilgan xalqaro diniy e'tiqod erkinligi doklati 2019-yilda Xitoy Kommunist partiyasining Sharqi Turkistonda musulmon Uyg'urlarga qartilgan irqiy qirg'inchilik jinoyatining davomlashayotganligi o'tirg'i qo'yildi. Mazkur doklatda bu yil tunji qitim Sharqi Turkiston nomida ayrim tema ochildi. Tadqiqot natijasiga qaraganda 2019-yil oldingi yilga selishtirganda texmi ko'p Uyg'ur jazo lagerlariga avatilgan. Tashqi ishlar ministri Pompeo Beijing hukumatining Uyg'urlar boshchiligida Tibet va Hong Kongdagi bostirishining barg'ansiri kuchayayotganligini ta'kidladi. Pompeo biz diniy e'tiqodni tashabbus qilamiz. Xitoy bo'lsa diniy e'tiqodga qarshi turishni davomlashtiradi dedi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi tilga olgan yana bir bostirish usuli bo'lsa, maktablarda bolalarga Xitoy madaniyati, Xitoy tili va ideologiyasining majburiy o'rgatilishi edi. Zimiston to'rining xabar qilishicha, Xitoy Kommunist hokimiyati Sharqi Turkiston va Xitoy o'lkalaridagi nurg'un masjid va gumbazlarning hilol oy naqshlari chaqib o'tilgan hamda ularni Xitoy uslubidagi binolarga o'zgartirishni planlagan. Uchurga qaraganda Xitoy doiralari bu yil martda Ganzhou o'lkasining Ningxia noyasida Tunganlarga tava 400 dek masjidning sirtqi ko'rinishini Xitoy uslubidagi butxonaga o'zgartirishni planlagan bo'lib, nom sharpini oshkorlamagan bir kishining bildirishicha, Nangua masjidi, Shanxay masjidi va Beijing masjidi qatorliq atrofda tonilgan masjidlarmi bularning ichida ekan. Masjidlar vayron bo'ldi. Rayonda yerlik doiralardan uchur ilishga tirishgan Zimiston to'ri muxbirlari Ningxiadagi doiralarning nurg'un masjidni milliy qiyofatga kirgizishni e'tiqodligini o'tirg'i qo'ydi. Shuning bilan birga, o'tgan yili Xitoy davlat raisi Xi Jinping Ganzhou'ni ziyorat qilgandan keyin masjidlarni xitoycha uslubga o'zgartirish qadamini tezlatgan. Germaniya bosh ministri Angela Merkel Xitoy bosh ministri Li Keqiang bilan o'tkazgan silliq yig'inida Xitoy bosh ministridan o'zaro manfaat yetkazish prinsipi bo'yicha davlatda tijorat qilayotgan chet el shirkatlarini texmi yaxshi bozor bilan ta'minlashni talab qildi. Germaniya hukumatining bayonotchisi Stefan Seibert bayonotida mundaq dedi: Merkel Xitoyda tijorat qilayotgan chet el shirkatlarining vaziyatini yaxshilashda beshik tegishli qadam bosqichlar borligini, bu jihatda Yevropa ittifoqi bilan Xitoy o'tirisidagi mablag' selish kelishimining muhimligini o'tirg'i qo'ydi. Uning deyishicha, Merkel Li Keqiang bilan ko'rishganda yana qoidani asos qilgan ko'p taraflamalik erkin savdoni davomlashtirish, dunyo sayyohat tashkilotini kuchaytirish va sog'lom ikki davlat munosabati taraqqiyotining Germaniyaning manfaatiga uyg'un ekanligini o'tirg'i qo'ydi. Amerika sinliq yig'in detali Zoom 1989-yili Xitoy poytaxti Beijingda yuz bergan Tiananmen qirg'inchiligini xotirlagan bir guruh Xitoy faoliyatchilarining hisobini yerlik qonunga amal qilmagan degan bahona bilan taqavatgan. Amerikadagi Xitoy faoliyatchilaridan tashkil topgan bu kishilik huquq guruhi Zoom orqali Tiananmen maydoni voqeasini xotirlash faoliyati o'tkazgan bo'lib, taxminan 250 dek kishi Xitoydan qatnashgan. Bu faoliyatdan bir qancha kun o'tgandan keyin bu guruhning Zoom hisobi to'xtatilgan. Bu vaqtda Zoom shirkatidan e'lon qilingan bayonotda o'xshamagan davlatlarga chetishli yig'in ochilganda bu davlatlardan qatnashuvchilar cho'qim yerlik qonunlarga hurmat qilish kerak deyilgan. Bu hisob keyin qayta ochib etilgan. Amerika prezidenti Donald Trump Amerika armiyasining Afg'onistondagi harakatini tekshirayotgan xalqaro jinoiy ishlar sudi amaldorlariga embargo yurgizish haqidagi bir buyruqqa imzo qo'ydi. Oqsaroy xalqaro ishxonasi bayonotida mundaq dedi: Amerika harbiy xodimlarini qo'g'dash va davlatining egilik huquqini qo'g'dashdagi qat'iy maydoni doirasida Trump bu buyruqqa imzo qo'yib, Amerikaning ruxsatsiz Amerika harbiy xodimlarini tekshirish va sotlashga bevosita qatnashgan xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi amaldorlariga iqtisodiy jazo yurgizishga yo'l ochdi. Bayonotda aytilishicha, bu qarornoma orqali xalqaro jinoiy ishlar sudi amaldorlari va ularning oila tavobatlariga qartilgan viza cheklamasining muddatini uzartirishga yo'l ochilgan.